Denov shahar Jome mahallasida joylashgan ushbu ko'chada kirganda 6 sotikli ko'rib turgan xonadon sotuvga qo'yiladi. Xo'p, xonadon qismiga kirganimizda bu mashina qo'yadigan joyi, hovlisi, mana ko'rib turibsiz. Remonti o'ziga yarasha. Bu tomoni hovlisi. Dehqonchilik, chorvachilik uchun mo'ljallangan. Tashqarida alohida yana hojatxona va saroyi bor. Xo'p, xonadonga kirganda bilasizlar, bu 6 sotikli hovli uy-joylarda sharoiti qanday, ya'ni tuzilishlarini ko'pchilik biladi. Kirganimizda mana raxoshkasi bu, qo'l yuvgichi bor. O'ng tomonimizda bu yerda oshxonasi joylashgan. Katyol qilingan, gazdan, suvdan, svetdan muammosi yo'q. Xo'p, bu tarafi mehmonxona. Hozir ijaraga qo'yilgan, oila yashashmoqda. Xonalar qarang, kengish. Avvalgi qurilganda baribir. Xo'p, bu tarafida sanuzeli. Xo'p, bu tarafda yana bitta xonasi. Xonani kengishligini qarang, kattaligini. Mana bu yerda ham alohida bitta xonasi bor. Hozir to'ksal muammosi bor ekan. Bu yerda hojatxonasi. Xo'p, uy juda qulay qurilgan. Oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlar qoldiramiz. Batafsil ma'lumot berib o'tiladi. Xo'p, bu yerdan hovli qismiga chiqib ketadigan joyi mana ko'ryapsiz. Dehqonchilik uchun bemalol bu yerda stadion bor. Telefon raqamlar qoldiraman. Telefonga telefon qilishlaring mumkin. Nobek yo'ginasini qarang.